nutuq va ig'iz tili mahorati. Su eriqdi yaxshi, gap qilibdi yaxshi. Notiqlik tug'mi bo'lamdi yoki keyin o'rganish orqali yetildirgilib bo'ladigan iqtidormi? O'zining tili orqali o'zini to'liq tushuntirib bo'lmaydi odamlarga. Ovozdagi sehr so'zga bo'lgan mehrdan keladi. Ma'lum nuqtani aytganda, talant egasi, ixtisos egasi jazman notiq bo'lish kerak. Ya'ni o'ziga nom berayotgan mas'uliyatini haqqiga yetkazib tunishtirib olmayotgan nurg'un bechoralarni ko'rsiz. Nurg'un odam undidorda o'zi gap qilib bo'lgandan keyin o'zining ovozini qayta anglashni yaxshi ko'rmaydi. Tilning go'zalligi, ko'ngilning go'zalligi. O'zingizning bilganlarini boshqalarga ifodalab yetkazib beramisingiz? Bu bir xil kasallik bo'lmay nima? Tildagi bo'sish, hayotlikdagi bo'sish. Birinchi qism. Salom do'stlar, nutq mahorati darsimizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Harunjon Muhammad. Nutq mahorati deganda balkim sizning ko'z oldingizga muntazam sahnalardagi nurg'un tomoshabinlarga yuzlangan kasbiy temalar deb berilgan nutqlar yoki bo'lmasa oliy maktablarda so'zlanadigan turli leksiyalar yoki bo'lmasa biz to'rlardan, televizordagi turli shunday taratqulardan ko'radigan muntazam bo'lgan sahnalar ko'z oldingizga kelishi mumkin. Mening bu darsda so'zlamoqchi bo'lganim muntazam sahnalardagi necha yuzlagan, necha minglagan tomoshabinlarga, anglovchilarga yuzlangan yoki bo'lmasa biz to'rlardan, televizorlardan ko'rgandagidek ma'lum birlari sahnaga chiqib olib nurg'un odamlarni yig'iltiyotgan, hayajonlantirayotgan mandaq bosh temalik nutqlarlar emas. Albatta, cho'ng jihatdagi mushu nutqlar to'g'riliqmi belgilik tushuncha hosil qilamiz. Uningdan boshqa bizning turmushimizdagi, savdo-setiq tijoratlarimizdagi turlik aloqadagi yig'ib aytganda bizning turmushimizdagi barliq ijtimoiy aloqa, ya'ni og'zaki aloqamizga munosabatlik bo'lgan so'zlashning sifati, so'zlashning zaruriyati va nutq mahoratining, ya'ni hozir javoblikning zodi turmushimiz bilan qanchalik munosabatli ekanligi ham mushu haqda o'ylanishning zaruriyati to'g'riliq sizlar bilan o'rtoqlashib, belgilik yangi tushunchalarni hosil qilish mening mushu qitimliq darsimning asosiy nishoni. Oldi bilan bu to'g'riliq to'xtalishdan burun men bilish to'g'riliq to'xtalama. Nima uchun deganda, chunki siz mening darsimni anglashdagi sababingiz nutq to'g'riliq bir yangi uchurga ega bo'lish. Nutq to'g'riliq yangi bir tushuncha yoki bo'lmasa hech bo'lmaganda bir yangicha bir ta'sirotga ega bo'lishi mumkin. Hamda siz vaqtingizni chiqarib, mushu darsni olgan ekansiz, bu darsdan siz cho'qim belgilik mo'l usul elishingiz kerak. Odatda har qanday bir darsda 3 muhim omil bo'lish kerak deb qarayman. Birinchidan, mening darsim yoki boshqalarning darsi bo'lsin, yoki siz bir dars so'zlaydigan odam bo'lsangiz, menimcha mushu 3 muhim omilga jazman diqqat qilsangiz ziyon tatmaysiz. Buning birinchisi, siz so'zlaydigan mazmun cho'qim qo'llanishchan bo'lish kerak. Cho'qim qo'llanishchan bo'lish kerak. Bu amaliy turmushda asqatadigan bo'lish kerak. Quruq vazxonlik qilishga yoki bo'lmasa dabdablik so'zlarni qilib gap o'yintishga hargiz bo'lmaydi. Sizning darsingizni boshqalar anglagandan keyin uningdan amaliy foydalana oladigan bo'lish kerak. Mana buni biz qo'llanishchan deb sifatlaymiz. Ikkinchisi, sizning darsingiz cho'qim ommabop tilda so'zlanish kerak. Ommabop tilda, kasbiy tillarda yoki bo'lmasa boy degandek dabdablik tillarda yoki bo'lmasa normadan ortib ketgan liriklik shakllarda so'zlangan bu xil darsning mazmunimi yana boshqalarga cho'nqur ta'sir qila olmaydi. Uchinchidan, dars o'zgacha jalbkor bo'lish kerak. Bunda bo'lgandan keyin mening darsim cho'qim qo'llanishchan bo'lish kerak, mening darsim cho'qim ommabop tilda so'zlanish kerak, shuna bilan birga mening darsim cho'qim jonliq ham jalbkor bo'lish kerak. Eng oldi bilan biz nutq to'g'riliq bilimlarni o'rganishdan burun bilish to'g'riliq ikki kalima so'zlab qo'yishni muvofiq topdim. Chunki bilish ikki xil bo'ladi. Buning biri aqliy bilish, yana biri hissiy bilish. Nurg'un narsalarni nurg'un odamlar hissiy jihatdan bilgan bo'lg'ashqa, ular uni aqliy jihatdan ilmiy tushundiq, ilmiy tunudiq, ilmiy bildiq deb qarab qoladi. Buningga mundaq bir misol keltirish to'g'ri keladi. Misol keltirsam balkim bu texmi jonliq oydinlashishi mumkin. 5 yil burun men dars kirdim. Darsning oxirida o'quvchilar mendan bir savol so'radi. Ya'ni ma'lum biraylar
ma'lum bir nisbatan ta'sirga ega bo'lgan naqshchini bu naqshchi emas degan bir so'zni qilibdi dars orlig'ida. O'quvchilar buni mendan so'radi. Muallim siz deb beqing, palonichi zodi naqshchimi emasmi deb so'radi. Mana dal mushu vaqtda men o'quvchilarning mushu naqshchi degan uqum haqidagi ilmiy tushunchasining, ya'ni aqliy bilishining boy yo'qligini sinaydigan bir payti deb bilib, ulardan men savol so'radim. Unda bo'lsa, avval sizlar mening savolimga javob beringlar, ondan keyin shu kishining naqshchimi emasmi deganga men javob beray deb ulardan bir savol so'radim. Sizlar oldi bilan naqsha degan nima menga aytib beringlar deb ulardan so'radim. Chunki naqshchi degandagi bu qo'shimcha nima desa, chi bu so'z yasaydigan qo'shimcha. Masalan, yog'ochchi, naqshchi, qo'ymichi yoki quymichi, shundaqmi? Bizniki nurg'un hunar kasblarimizni keyingi chi qo'shimchasini qo'shish orqali shuning bilan shug'ullanadigan kasb nomini ifodalaymiz. Endi naqshchi degandan keyin demak bu naqshi bilan shug'ullanadigan kishi degan ma'noga keladi. Unda bo'lsa, oldi bilan naqsha degan nima? Sinfdagi o'quvchilardan birmi qanoatlangidek javob berolmadi. Nima uchun? Chunki bular naqsha degan bu hukmga nisbatan bilgandek o'ylab olgan. Buni biz yesi bilish deymiz. Unda bo'lsa, sizdan so'rab boqay. Siz albatta baxtli bo'lishni xohlaysiz. Siz albatta muhabbatni qo'g'lishsiz. Muhabbatga herisman, muhabbat berishligingiz keladi. Siz muvaffaqiyatni albatta xohlaysiz. Unda bo'lsa, baxt degan nima? Muhabbat degan nima? Hammamiz ko'p anglaydigan, butun dunyo miqyosidagi intilishchan kishilarning og'zidan tushmaydigan muvaffaqiyat degan zot nima? Mushuning ilmiy ta'birini, aniq tushunchisini biz bilamdik, bilmamdik. Agar biz buni ilmiy jihatdan, aqliy jihatdan bilgan bo'lsak, buning cho'qim javob bera olishimiz mumkin. To'g'ri, ba'zi bir hukmlar haqidagi qarashlar o'xshamaydi. Masalan, baxt haqida to'xtalsak, dunyoda buningga birlik kelgan aniq bir tushuncha yo'q. Siz 10 odamdan baxtlikmi yo'qmisan deb so'rab baqsangiz, bu odam o'zining baxtli ekanligini aytadi. O'ni. Unda bo'lsa, keyinda yondiriblar nima uchun baxtlik deb so'rab baqsangiz, bularning baxtga bergan aniqligimiz o'xshamaydi. Muvaffaqiyat to'g'riliq so'rab baqsaqmi shu? Muvaffaqiyat degan zodi nima? Oldi bilan biz buni aniq tushunib olishimiz kerak. Aniq bilib olishimiz kerak. Ya'ni men da'vatgan bilish aqliy bilish. Pokit bilan bilish. Qaymoqib qolmaslik. Shunga mening bu misollarni keltirishdagi maqsadim nima deganda, bilishda bizning ko'zda tutqunimiz aqliy jihatdan bilish. Hisiy jihatdan emas. Biz bilib bilmay turmush jarayonida do'stlikni, muhabbatni, apuchallikni, hamkorlikni, sog'lomlik qatorliq nurg'un nuqtalarda mana shu masalalar haqida bizning bilimimiz balkim aqliy bilish emas, hisiy bilish bosqichida to'xtab qolgan bo'lishi mumkin. Hamda hisiy bilish u bir tuyg'u. U tuyg'u bo'lgandan keyin bizda rasmiy yo'sindagi aqliy bilishga, ilmiy o'rganishga bo'lgan qizg'inlikqa aniq ta'sir etib qoladi. Shunga gapni xulosalab kelgan vaqtimizda hisiy bilish bilan aqliy bilishning farqini oydinlashtirib olishimiz kerak. Ba'zi narsalarni biz bilaman deb emas, uni haqiqiy yo'sinda, ilmiy yo'sinda pokitlik, aqliy jihatdan bilishga izlanib baqsaq, shu vaqtda haqiqiy bilish bilan yuzaki bilishning farqini onandan his qila olishimiz mumkin. Bu o'rganishning huzuri, o'rganishning lazzati bu nihoyatda shirin bo'ladi. Odam o'rgangansa o'rgangisi keladi. Hatto odam o'zining nimani bilmaydiganligini bayqagan vaqti nihoyatda yaxshi bir o'rganish bo'lso'g'isidan o'tganligini bildirdi. Ba'zilar o'zining nimani biladiganligini biladi. Ba'zilar o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydi. Shuning uchun bu hammani biladigandek o'ylab oladi, qiniga patmay qoladi. Shunlashqa biz aqliy jihatdan fikr qilib, aqliy jihatdan o'ylashsak, ba'zi masalalar, ba'zi ishlar, hatto ba'zi bir atalg'ular haqida chin ma'nodan o'ylash baqsaq, aqliy jihatdan bilsak, menimcha bu bizga eng unum beradigan, bizni olg'a ilgariltiradigan yaxshi bir usul. Shunga men bu darsimning 5-idimi nutq haqida sizlarga hisiy tushunchalar berib emas, aqliy jihatdan belgilik bir bilish shakllansa deganni alohida umid qildim va shuning uchun tirishchanlik ko'rsatdim. Endi aqliy bilish degan so'zimni hargizmi uylik shaklda ba'zi narsalarning aniq ta'birini yodlab olish, o'zlashtirib olish deb tushunsak bo'lmaydi. Hargiz bu yodlab olish deganga teng emas. Aqliy bilish yodlash deganga teng emas. Faqat ba'zi bir bilimlarimiz yuzaki tushuncha qatlamida cheklanib qolmasa kerak degandan iborat. Xo'sh, nutqni nima uchun o'rganamiz? Buni o'rganishning hojati bormi? So'zlashni nima uchun o'rganamiz? Buni o'rganishning hojati bormi degan savollar
balkim sizda uyg'onib qolgan bo'lishi mumkin. Uyg'onmagan bo'lsa, menimcha buni cho'qim o'ylashib ko'ring. Kunzining shundoq bir so'zi bor. Odam o'rganmasa bilmaydi. Odam o'rganmasa bilmaydi. Odam asli hammani o'rganish kerak. Hissiy jihatdan emas, aqliy jihatdan. Hammani sistemalik, ilmiy o'rganish kerak. So'zlashma shuning ichida. Undaq bo'lsa, siz bu darsni anglamay turibmi, so'zlashni o'rganmay turibmi, savdo tijoratingizni rivojlantiryapsiz, o'zingizning urug' tuqqan qarindoshlari bilan bemalol aloqa olib beryapsiz, nurg'un ishlaringiz o'z yo'lida yurishyapti. Bu buni o'rganmasangiz bo'ladi ekan-ku. Bo'ladi. Ammo 60 nomerlik imtihon natijasimi layoqatli bo'lgan bo'ladi, 100 nomerlikmi layoqatli bo'lgan bo'ladi. Ammo 60 bilan 100 ning o'rtasidagi farq sizga qarang'i emas. Gulli bo'lsa gul emas, guldek puroqi bo'lmasa, gapli bo'lsa gap emas, mazmun turoqi bo'lmasa. Bir misol fanusni ko'r, sham chiroqsiz yurmas, nur chachamdo sham chiroq, pilik va yog'i bo'lmasa. Mana mushu she'rining beshidagi gapli bo'lsa gap emas, mazmun turoqi bo'lmasa degan mushu misralar bizga nima demoqchi desa, sizdan ovoz chiqsa, sizning so'zingiz tushunishlik ifodalansalar, buning o'zi yetarli deb o'ylab qolmang. Sizning aqli hushingiz joyida turib, tilingiz, ya'ni fiziologiya jihatdan tilingizda alohida bir nuqsoningiz bo'lmay turib, da'vatgan so'zingizning hayotiy kuchi bo'lmasa, jalbkorligi bo'lmasa, qarshi tarafga bir huzur, bir lazzatni his qildiramasa, u chaqda siz bu iqtidorlaringizni eng zo'r darajada joriy qildirolmadingiz yoki isrof qilib etgan bo'lishingiz mumkin degan bir ma'no bundan chiqadi. Shuning bilan birga biz go'zallikni so'yimiz, go'zallikni xohlaymiz, go'zallikni hamma narsadan izlaymiz. So'zdimi shu? Masalan, nutuq, so'z haqida ajdodlarimizning intayin nurg'un maqol tamsillari, ba'zi bir idiomlar, shundaqla mushu to'g'riliq ba'zi bir hikoyatlarmi bor. So'zlash san'atining muhimligi to'g'riliq shundaq bir hikoya bor. Qaysi bir muhim arbob tush ko'rdi, tushida uning hamma tishlari to'kilib ketdi. Shuning bilan bu tushining ta'birini anglamoqchi bo'lib birovni chaqirib keldi. Bu kishi buningga deydiki, sizning hamma urug' tuqqanlaringiz sizdan burun o'lib ketadi ekan deydi. Buni jazolab yoki bo'lmasa buni mukofot bermay yo'lga selib etib, ikkinchi birini chaqirib keldi. U kishi deydi, sizning umringiz barliq urug' tuqqanlaringizdan uzun bo'ladi ekan deydi. Bunga mukofot berdi. Ammo mohiyatda ikkisining demoqchi bo'lgan so'zi o'xshash. Ammo lekin ifodalashdiki, ya'ni so'zlashdiki mahoratda bu yerda farq bor. So'zlashdiki san'atda bu yerda farq bor. Til bizning turmushimizda shu qadar muhim rol o'ynaydi-ki, gizi kelganda güzel söz, joyida aytilgan söz o'lik jonni tirildira oladi, tirik jonni o'ltira oladi deydigan bir naqlmi bor. Masalan, Uch podshohlik haqida qissa degan shu filmning ma'lum bir qismi kelganda, Zhuge Saosonning bir odami bilan shu urushni boshlaydigan vaqtda Zhuge qarshi tarafningki bir mushovirg'o deyman. Shu kishini tillab so'z bilan tillab o'tirib yutadi. Shu yerda tillaydi, naq maydonni qon qusidi, atslar bu vafot bo'ladi. Til joyida ishlatilsa, bu bizga mo'lcharliksiz uftiqmab kelalaydi. Agar biz tilda noqobil bo'lsaqchi desa, biz o'ylab boqmagan pishkanliklarni bizga olib kela olishi mumkin. Kimki qisqa so'zlab dedi ko'p ma'no, ravonlik bobida shu kishi a'lo. Kimdi behuda so'z gar bo'lsa besyor, u nutuq majlisida doim bo'lur xor deydigan bir she'rmi bor. Mayadiki, kimda behuda so'z ko'p bo'lsa, besyor degan ko'p, nurg'un degan gap. Kimda shunday behuda gap ko'p bo'lsa, u doim olqishlanmaydi. Qarshi elinmaydi degan ma'no chiqyapti bu yerda. Yana bir she'r bor. Ey aql og'zimiz ichida bu til, hunarli kishining xazina ochquchi. Echilmay ishq nadin bilgulik, u go'har purushmi yoki yaymichi. Bir odamning eg'izi echilgandan keyin, bu odamning eg'izi echilgandan keyin yoki bir odamning so'zini anglagandan keyinla bu odam yo go'har purushmi yoki yaymichimi? Mundaq deb aytganda, bu odamning bilim saviyasi, qimmat qarashi, odamiyligi, uning inovati yoki uning samimiyati, uning maydoni, mana mushundaq nurg'un uchurlarni biz faqat uning tili orqali, so'zi orqali bila olamiz degan gap. So'z bir odamning aql farosatining, ruhiy ifodasining yoki kayfiyatining, bir odamning bilim saviyasining yoki bo'lmasa
uning amaliy qo'zg'atib umashning o'lchimini bildiradigan, uning axloqiy tarbiyalanishining zodi qaysi darajada ekanligini bildiradigan nihoyatda muhim bir o'lcham. Biz uni so'zi orqali bila olamiz. Dunyoda kundalik ishlarning 15% yiziq bilan bitadi ekan, 85% gap so'z bilan o'rindaladi ekan. Bir odam o'ttir hisob bilan har kuni 1 soat atrofida gap qiladi ekan. Normal ahvol ostida bir odam o'ttir hisob bilan 1 soat atrofida gap qiladi ekan. Ya'ni to'xtamay gap qiladi ekan agar hammani yig'ib olib kelsak. Bu bir odamning umriga nisbatan aytganda, mushu 1 soatni hisoblab chiqsa, 2,5 yildan ortiqroq to'xtamay so'zlagan bo'ladi ekan. Endi agar mushu 2,5 yillik gapni xotirlab qolsak, xotirlab bir kitob chiqarsak, o'ttir hisob bilan 400 betdan oshadigan kitobdan 1000 parcha kitob bitadi degan gap. 400 betdan ortiq kitobdan 1000 parcha kitob bitadi ekan. Demak, bir odam bir umrda 400 betdan oshadigan kitobdan 1000 parcha kitob bitgudak darajada so'zlaydi degan gap. Agar so'zimizni xat qilib xotirlasa, mana mushuncha vala bir cho'ng hajmdagi kitoblar bitadi ekan. Endi buning sifat masalasini biz o'ylashmandik. Meningcha o'g'anda buni o'ylash kerak. Biz turmushda ideya almashtirmay, o'zaro tushunmay, o'rtaq faoliyat olib bormay yashayolmaymiz. Bizning ijtimoiy jamiyatmi so'zsiz, nutqsiz o'zining ijtimoiy rolini kapolatga ega qila olmaydi. Bu hammalarga oydin paket. Oilada bo'lsin, iste'mol sohasida bo'lsin, xizmat bo'lsin, hamkorlik bo'lsin, tashkillash bo'lsin, boshqarish bo'lsin, nurg'un ishlarda biz bundan zoda ayrilmaymiz. Bu bizning turmushimiz bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Bizning so'zimizning go'zal bo'lish bo'lmasligi, so'zimizning fasohatining bo'lish bo'lmasligi hatto bizning turmush sifatimizga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, bugun yomg'ir yog'di. Birov buningdan bezor bo'lishi mumkin. Yana yomg'ir yog'di-ku, maynachilik bosadigan bo'ldi deb. Bu odamning shu yomg'irga bo'lgan pozitsiyasi emas, shu yomg'irni tasvirlaydigan til boyligi bilan munosabatlik. Endi yana birov agar yomg'irni ko'rsa, ilhomlanib, keldi bulut yog'di yomg'ir sharqirab, singdi tashna yer bag'riga oldirab, yomg'ir umri izsiz ekan demakin, har tomchidan unar bir gul parqirab desa, ikki odamning maydonida ikki odamning o'xshash bir voqeaga nisbatan tutgan pozitsiyasida o'xshamaslik bo'lgandan boshqa buni ifodalashidimi osmon zimin farq bor. Agar sizda mana shunday bir go'zal tuyg'ular bo'lsa, shuni ifodalayolligidek sizda bir til boyligi bo'lsa, siz tabiiyla mushu xil go'zal o'zindalar orqali atrofingizdagi odamlarga bir xil go'zallik, estetik zo'q bera olishingiz mumkin. Nima bilan? Dal mushu bir kuplet she'ringiz bilan. Unda bo'lsa, mushu so'zlash, nutq haqida maqol tamsillardami mushuning munosabatlik mazmunlar bormi deganda intayin ko'p. Men til va nutqqa munosabatlik ba'zi bir maqol tamsillarni ratlab chiqdim. Bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmidi? Ortiq gap 10 eshakka yuk. Ko'ldek suying bo'g'icha, baldek so'zing bo'lsin. Yaxshi gap isitqo, yomon gap sovutqo. Tatliq so'z ko'ngilni xush qilar, ochiq so'z g'ash qilar. Hayvon tukidan ketar, odam gepidan ketar. Yaxshi gap toshni yarar, yomon gap boshni. Tili tatliq bo'lsa, dilga shodlik kelar. Og'zi yumshoq ulpat topar, og'zi qattiq kulpat topar. Suv eriqdi yaxshi, gap qilibdi yaxshi. Quruq gapdan kachat yaxshi. 30 tishdan chiqqan so'z 30 elga tarqapdi. Tiling qattiq bo'lsa yog'livat, yumshoq bo'lsa dog'livat. Dili tatliqning tili tatliq. O'ylamay so'zlagan og'rimay o'lar. Tuli so'z chiqqan eg'izdan chapoq bosgan ko'z yaxshi. Odamning ta'mi so'z bilan, oshning ta'mi tuz bilan. O'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla. So'zni qil sig'ar yerga, suvni sap singar yerga. Xo'sh, yuqorqi maqol tamsillardami ifodalanib turibdi, so'zlash, ijtimoiy aloqa yoki bo'lmasa tarbiyalash qatorliq turli og'zaki aloqamizda bizga qanday talablarning qo'yilganligi, nimalarga alohida diqqat qilish, nimalarga alohida e'tibor berish kerakligi haqida shu maqol tamsillarda nurg'un ko'rsatmalar, yo'l yo'riqlar, hatto ba'zi bir o'lchamlarni biz bir anglab his qila olamiz. Undaqda biz demoqchi bo'lgan bu nutq zodi nima? Biz nutq to'g'riliq to'xtalishdan burun nutqning nimaligi haqida, nutqning ilmiy ma'nisining nima ekanligi haqida bir tushuncha hosil qilaylik.
ikkinchi qism. Undaqda biz demoqchi bo'lgan bu nutuq zodi nima? Biz nutuq to'g'riliq to'xtalishdan burun nutuqning nimaligi haqida, nutuqning ilmiy ma'nisining nima ekanligi haqida bir tushuncha hosil qilaylik. Nutuq degan nima degan savolga mundaq bir qancha xil javob berilgan. Birinchi javob: nutuq ko'pchilikka planliq, maqsadlik, bosh temisi bo'lgan sistemalik og'zoki yetkazishni ko'rsatadi. Bu nutuq deganga berilgan tushunchaning bu birinchi javobi. Nutuq o'rindash bilan so'zlash yug'urilgan gavda. Lekin u so'zlashni asosiy mazmun qilib, o'rindashni, ya'ni o'rindash deganimizda badan tilini qo'shimcha qiladigan ifodalash san'ati. Uchinchi tushuncha: nutuq ommaviy so'rinlarda ovozliq tilni asosiy vosita, badan tilini qo'shimcha vosita qilib, ma'lum konkret masalaga qarata ro'shan, mukammal holda o'zining ko'z qarashi va tashabbusini bayon qilish faoliyatini ko'rsatadi. Faqat uchur yetkazish yoki boshqalarga ta'sir ko'rsatishni maqsad qilgan og'zoki ifodalashning hammani umumlashtirib nutq deb atsaqmi bo'ladi degan qarashdagilarmi yo'q emas. Nutuq degan zodi nima? Eng oxirgi yana bir tushuncha: nutuq til bilan ifodalash san'ati. Ya'ni nutuq so'zligicha ma'lum sondagi ommaga, ya'ni anglovchilarga yuzlanib, ovozliq tilni asosiy ifodalash vositasi qiladigan qo'l harakati, ruhiy holati, chiroy ifodasi orqali o'zining ideyasi, nuqtai nazari, tashabbusi va ko'z qarashini ifodalaydigan bir xil san'at. Ammo bizning tilimizdagi nutuq odatdagi gap so'zlarni o'z ichiga olmaydi. Ya'ni odatdagi gap so'zlarni biz eg'iz til mahorati yoki bo'lmasa hozir javoblik yoki bo'lmasa so'zmanlik deyishimiz mumkin. Bu yerda deyilayotgan nutuq muntazam bo'lgan, belgilik anglovchilar to'piga yuzlangan, ma'lum bir muddoda, ma'lum bir temada sistemalik og'zoki yetkazish faoliyatini ko'rsatadigan ma'qul nutuqni ko'rsatadi. Mushundan qaraganda bizning til iste'molimizdagi mavjud bo'layotgan nutuq degan so'z odatdagi gap so'zlardan leksikalik ma'no jihatda farqlanadi. Nutuq deganimiz u ko'p sondagi odamlar bilan nutuq so'zligichining hozirlanish asosida deb beriladigan mana bir shakl. Uning ustiga nutuq so'zligichining ma'lum bir dunyo qarashi san'atlik yo'l bilan ifoda qilinadi. Nutuq san'at tushiga ega bo'ladi. Ya'ni davlat o'rtaq tilida nutuq deganni yanjang deydi. Buning oldidagi yan degan so'zning o'zi o'rindash, ifodalash. Shuning qartli masalan aktyorlarni shu tilda ifodalaymiz, ovoz artistlarini shu tilda ifodalaymiz. Masalan yanchu deymiz, o'yin qo'yiladigan murosimlarni shuni ifodalaymiz. Jang degani tipik holatda ma'nosini aniq so'zlash, aytish, bayon qilish degan gap. Mush ikkisi birikib nutuq degan so'zni bildirdi. Shunga ma'lum nuqtani deb aytganda nutuq belgilik san'atli xususiyatga ega. Xo'sh, unda bo'lsa biz halqiliq bir savol haqida o'ylash baqayli. Notiqlik tug'mi bo'lamdi? Ham nutuq so'zligicha yoki nutuqni yaxshi so'zligichilarni biz umumlashtirib notiq deb ataymiz. Unda bo'lsa notiqlik tug'mi bo'lamdi yoki keyin o'rganish orqali yetildirgili bo'ladigan iqtidormi? Men uchratgan nurg'un savoqdoshlar, mayli men birga-bir tarbiyalayotganlar bo'lsin, yoki men sirtdagi maktablarning taklifi bilan dars o'tayotganlar bo'lsin, yoki bizning maktabdagi mushu doktor yosatchilik kasbidagi o'quvchilar bo'lsin, zo'r ko'pchilik savoqdoshlarning, o'rganuvchilarning ingida notiqlik tug'mi bo'ladi degan ong bor ekan. Men buni o'qitish jarayonida his qildim. Notiqlik tug'mi bo'lamdi? Bu savolga xalqaroda o'rtaq berilgan javob yo'q. Notiqlik tug'mi bo'lmaydi. Endi tug'mi bo'ldig'ini nima? Tug'im bo'ldig'ini sizdagi ovoz. Birinchisi sizdagi ovoz tug'im bo'ladi. Ovozni o'zgartkili bo'lmaydi. Ovozni hatto operatsiya qilib o'zgartkili bo'lmaydi. Nurg'un texnikalar chiqqan bo'lsa-mu, tibbiy sohada odamning ovozini o'zgartiradigan texnika hozirgacha o'tirga chiqqani yo'q. Ammo ovoz mashq qiladigan, nafas mashq qiladigan ishlarimiz bor. Masalan, ba'zilarning ovozi nisbatan yiqimsiz yoki uzunroq so'zlab qolsa geli og'riydigan yoki bo'lmasa boshqalarga bir xil chirqiroq, yirtiq ovozdek tuyg'u beradigan ahvollar bor. Bularga bizning o'rgatadiganimiz ovoz mashqi. Ya'ni oldi bilan nafas mashqini o'rgatamiz, uningdan keyin ovoz mashqini o'rgatamiz. Bu orqali to'g'ri bo'lgan ovoz chiqarishni o'rganadi, ilmiy bo'lgan to'g'ri ovoz mashqini izchil qilish orqali ovozni texnik yiqimli qilg'il bo'ladi. Nurg'un odamlar yana bir masalani bayqadim, undidorda so'zlab bo'lgandan keyin o'zining ovozini o'zi yoqtirmaydiganlarni aytib ko'p sonli kellaydi ekan. Ya'ni o'zining ovozini o'zi yondirib anglasa taqat qila olmaydigan, o'zining ovozidan bezor bo'ladi ekan. Mushundaqlardimi oldimizga kelib dars anglaganlar bo'ldi. Hatto ovozi qizlarnikidek chiqadigan o'g'illarmi
dars oldi va deganimizga moslashib, aslidagi o'g'il boladek chiqadigan ovoz tushun topganlarmi bo'ldi. Endi bu ovozdagi masala nima deganda, bir odamning ikki qo'li bo'lsa, bu faqat birli qo'lni ishlatib kunib qolgan bo'lsa, biz ovoz mashq orqali buning yana bir qo'lini tang ishq soladigan holatga akila olamiz. Ammo ovozni o'zgartirib bo'lmaydi. Xo'sh, temizga qaytib kelsak, notiqlikdagi tug'um bo'lganning biri, agar tug'um bo'ladi deyilsa, ovoz tug'um bo'ladi. Endi sizningki inkosingiz, tuyg'ungiz, badiiy ditingiz bu balkim tug'um bo'lishi mumkin. Ammo ovozni asosan yaxshilig'ili, izchil, to'g'ri mashq qilish orqali saviyasini yuqori ko'targil tamoman bo'ladi. Nutq to'g'rilik gap bo'lganda Dali Karnegdan agib o'tib ketolmaymiz. Dali Karneg cho'nglar ma'rifi bo'yicha bo'libmi, mushu nutqni tarbiyalash bo'yicha intayin mo'l usulliq bir shaxs. Buning bazaq sağın nurgun kitoblari bor. Masalan, tildagi bo'sish, notiqlik san'ati, inson tabiatidagi qorong'ulik, inson tabiatidagi yo'riqlik, inson tabiatidagi ojizlik degandek nurgun kitoblari bor. Asosan nutqni cho'rdab, nutq haqida tadqiqot olib borgan va notiqlik to'g'riliq maxsus kishilarni tarbiyalagan. Shu kitoblardan ko'rsangiz bilalaysiz, u kishimi nurg'un notiqlarni yetishtirib chiqqan. Ammo notiqlik tug'mi bo'ladigan ish, buni o'rgansangmi foydasi yo'q deb hech kimga zarba bergan undaq ish yo'q. Odamlar nurg'un iqtidorini amaliy o'rganish jarayonida to'liqlaydi. Shuning bilan birga bara-bara ba'zi bir mahoratlarni yetildirdi. Dunyo nutqshunoslik tarixidan qaragandimi, nurg'unlagan notiqlar dal tirishib o'rgangan, sistemalik o'rgangan, o'rganish orqali o'zlariningki mushu nutq iqtidorini yetildirib, jamiyatga nurg'un tuhfalarni qo'shgan. Ana shundaq notiqlarning tarixidan biz his qila olamiz, nutq iqtidorini yuqori ko'tarmagan odamlar o'zining rolini jamiyatda to'liq joriy qildira olmaydi. Ya'ni bir notiq ixtisos egisi bo'lishi mumkin, ammo ixtisos egisi notiq bo'lmasa bo'lmaydi. Yevropada nutqshunoslik ilmi buningdan 2000 yillar burunla barliq kelgan deyiladi ekan. Ba'zi bir tadqiqot materiallaridan qaraganda, ya'ni nutq mahorati to'g'riliq 2000 yillar burun Yunonda allaqachon asoslar solinib bo'lgan ekan. Yevropada odamlar mushu asrdagi eng kuchli sanalgan 3 qurolni tizib chiqibdi. Ya'ni eng kuchli bo'lgan 3 qurol desa, uning uchining birinchisi nutq, ikkinchisi atom bombasi, uchinchisi pul deb qaraladi ekan. Dunyodagi eng cho'ng uch qudratli narsaning birinchisi dal nutq deb birinchi o'ringa tizib kelgan. Shunlashqa Yevropada nutq so'zlashni, o'zining fikrini kollektiv baz so'rinlarda to'g'ridan to'g'ri ta'sirli qilib, o'zgich qilib o'tirib qo'yishni o'zining bir xil majburiyati sifatida tushunadigan bo'lgan. Hatto bolalarning kichikdan boshlab nutq so'zlashga moyil shaklda ba'zi bir tarbiya yetaklashlarni olib borgan. Hatto bolalarning nutq mahoratiga alohida ko'ngil bo'lgan. Hamda xalqarodagi nutqqa bo'lgan e'tibor, xalqarodagi nutq haqidagi izlanishlar to'g'riliq to'xtalganda, boy degandek biz Dali Karnegdan olib o'tib ketolmaymiz. Yer sharidagi 5 cho'ng qit'a, 50 necha davlatda 1700 dan ortiq Karneg sho'yani qurilib bo'lgan ekan. Karneg sho'yani deganlik nima deganlik desa, mushu nutq haqida izlangan kishi bu. Boy dedi. Yevropada cho'nglar ma'rifining bir avlod piri deb ta'riflangan odam. Demak, 1700 dan ortiq Karneg sho'yani bor degan gap maxsus nutq haqida izlangan, nutq haqida tarbiyalanayotgan nurg'un odamlarning borlig'ini ko'rsatadi. Shunga o'z navbatida notiqlik u bir hunar, u bir kasb, hatto kasblarning nihoyat yaxshilaridan biri notiqlik. Sobiq Sovet Ittifoqida bir olim shunday bir so'zini deydi ekan, Markes menga qanday fikr qilishni o'rgatdi, Karneg menga shu fikrni qanday ifodalashni o'rgatdi deydi ekan. Məmmə şu özü oylagan fikirlərini, özünün xohish tavsiya tashabbuslarini ravan ifodalayamaydigan, hissiyatlarını bemalol o'tirib qo'yolmaydigan odamlarga qo'polroq qilib bir ism qo'ydim. Eg'iz tili qavziyati bemori dedim. Bu eg'iz tilidagi bir xil qavziyat dedim. Nima uchun? Bu sizning qalbingizda siz demoqchi bo'lgan o'y fikrlar shu qadar suzuk, shu qadar aniq. Ya'ni kelib bu bilimlaringizning, bu tuyg'ularingizning nurg'un kishilarga nisbatan intayin ahamiyati bor. Ular shu bilimingizga ehtiyojli. Shu tuyg'ularingiz nurg'un kishilarning texmi ko'p natijalarga erishishiga sabab bo'laligidek sizda shunday bir boylik bor. Ammo siz buni ifodalab chiqara olmasangiz, go'zal ravishda ularga yetkazolmasangiz, bu bir xil ojizlik. Shuning uchun o'zingizning o'ylaganlarini, o'zingizning bilganlarini boshqalarga ifodalab yetkazib beramisangiz, bu bir xil kasallik bo'lmay nima? Shunga men qo'polroq qilib eg'iz tilidagi qavziyat degan bir nomni qo'ydim. Naq maydon dars so'zlaganda nurg'un
O'rganguvchilar buni anglabmi kulishgan bo'ldi. Hatto ba'zilar "Nayt yaxshi qo'yibsiz muallim. Haqiqatan bizning nurg'unlarimizda mush masala bor ekan" deb ularni tasdiqlagan bo'ldi. Endi buni sal obrazlik ifodalash uchun qo'polroq aytilib qoldi. Ammo lekin yana bir nuqtani o'ylaganda, o'zimizning o'ylaganlarini ravon, go'zal ravishda ifodalamaslik haqiqatan bizdagi bir xil ojizlik. Nutuq deganlik amaliyot bir xil ifodalash deganlik. Ma'lum nuqtani aytganda, talant egasi, ixtisos egasi jazman notiq bo'lish kerak. Sizning ifodalash iqtidoringizning o'sishi bilan tang siz asta-asta o'zingizni bayqaysiz. Shuning bilan birga boshqalarga mislsiz darajada yangi obraz olib kela olasiz, hatto boshqalarga kuchli zarbami bera olasiz. Dal mushu tilning kuchi orqali. Demak bu bizga qo'sh unum olib keladi. Nutuq bizning boshqalarga ta'sir qilishimizdagi, shundaqla o'zimizning obrazini barpo qilishdagi eng halqiliq vosita. Biz o'zimizning obrazini kiygan kiyimlarimiz, o'tag'an uyimiz, haydayotgan mashinamiz orqali yuksak o'ringa ko'taramiz desak, menimcha biz xatolashib qolamiz. Nima uchun? Elning ko'zi ellik. Odamlar sizning o narslaringizga emas, sizning so'zingizga qaraydi. Chunki bir odamning so'zi dal uning qimmat qarashi, bir odamning so'zi dal uning bilish saviyasi, bir odamning so'zi dal uning odamiyligi, bir odamning so'zi dal uning samimiyati. Xo'sh, yaxshi so'zlash, go'zal so'zlash hammamiz xohlaydigan, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan nihoyat muhim soatlardan biri ekan. Bu nihoyat asqetichonligi yuqori bo'lgan bir hunar ekan. Unda bo'lsa biz buni o'rganalamdik. Biz buni o'rganalaymiz deganni qayd qilib o'tdik. Unda bo'lsa qanday o'rganamiz? Toki 2011-yildan bugunga qadar mayli oliy maktabning munberida bo'lsin, sirtdagi maktablarning taklif qilishi bilan so'zlayotgan darslarda bo'lsin, yoki bo'lmasa ayrim mendan birga bir dars eliyotganlar bo'lsin, men mushu o'qitish jarayonida to'plagan tajriba, o'zimning radio stansiyasidagi, sahnalardagi, o'qitish munbiridagi to'plagan tajribalarimning yo'g'rilmasi, izdanishlarimning va o'rganganlarimning javhirining hammani yo'g'irib, men butun kuchim bilan mush yoqda ko'p izdandim. Nutuq, eg'iz tili mahoratini o'qitish, tarbiyalash jihatda ko'zga ko'rinarli natijalarni qo'lga kelgan bo'ldi. Agar siz nutq so'zlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, agar siz til ifodalash saviyangizni yuqori ko'tarmoqchi bo'lsangiz, nimalarni o'rganishingiz mumkin? Buni mundaq bir amaliy misol bilan tushuntiraylik. Bir shirkatning taklif qilishi bilan men shirkatning xodimlarini ichki qismda maxsus mushu nutq mahorati to'g'riliq tarbiyalashga to'g'ri keldi. Mundaq bir plan tuzdim, shu plandagi darsning mundarajasi mundaq. Balki mushu mundarajani anglagandan keyin siz nutqqa munosabatli o'rganadigan temalar haqida az to'la bir tushunchaga ega bo'lib qolsangiz ajab emas. Masalan, so'zlashdagi ko'p uchraydigan nomuvofiq taraflar va uni to'g'rilash usullari. Nurg'un odamlarning so'zlash jarayonida o'ziga agashtirib olgan nurg'un ayblari, nurg'un nuqsonlari bo'ladi. Ondan keyin nutq so'zlashdagi qadam bosqichlar va ulgulik misollar, nutqni jalbkor boshlashdagi 9 xil usul, so'zni oxirlashtirishdagi 10 xil mahorat, qalt so'zlar nadin keladi, tizish yezib olishning nutqdagi roli, nutqning mazmunini as saqlashdagi bir qancha xil usul, so'z qobiliyatini o'stirishning turmushdagi qo'llanishchan usullari, so'zlashdagi 6 xil kasallik va 5 turlik muhim nuqta, bolalarning nutq iqtidorini qo'zg'atish, so'z boyligini oshirishdagi qo'llanishchan usullar. Xato so'zlab qolganda qo'llanadigan 5 xil apchil chora, turlik aloqadagi o'zini va boshqalarni tunishtirish qoida tartiblari, suhbatdagi qo'llanishchan mahoratlar, mahsulot va shaylarni tunishtirishning 6 xil usuli. Mana shuningga o'xshash turlik temalar bor. Bu endi shirkatning ichki qismidagi xodimlarni tarbiyalash uchun tuzilgan, tayyorlangan bir xil bizningki o'qitish planimiz. Endi har birimiz o'zimizning ehtiyojiga asosan, har birimiz o'zimizning zarur deb qaragan yo'nalishiga asosan o'rganadigan temalar intayin ko'p. Bu nihoyatda keng bir soha. Buning turi intayin ko'p. Chunki har bir odamda saqlangan masala o'xshash bo'lmag'achqa, buning so'zlaydigan mazmun o'xshash bo'lmaydi. Har bir odamning masalasi o'xshash bo'lmag'achqa, uningga yetakchilik qiladigan mazmuni yana o'xshamaydi. Xulosalab kelganda, har bir odamda o'xshamaydigan masalalar mavjud, ammo har qanday masalani, agar tilingizdagi fiziologik masala bo'lmasa, har qanday masalani asosan hal qilishda umid bor. Masalan, ba'zilarning ovozining g'ayriy chiqishi, masalan, ba'zilar dimog'da so'zlaydi. Men nima tushunmayman. Men onlarni mendan tushungandan keyin hech qanday yemimni anglab tushunmayman.
Masalan, dimog'da so'zlasak mana shunday tovushlar chiqib kelishi mumkin. Yana ba'zilarning tilida masalalar bor, yana ba'zilarning og'zining ochilishida masalalar bor. Xulosalab kelgan vaqtning o'zida men sizga nima demoqchi? Nutq iqtidori tug'ma bo'lmaydi. Buni o'rgangili bo'ladi. Siz tirishsingizlar, to'g'ri yetaklansingizlar, o'zingizning tilidagi yangi bir bo'sish nuqtasini balkim topa olishingiz mumkin. Xulosalab kelganda, mana shunday turli nuqtalar siz nutqni so'zlash iqtidoringiz yuqori ko'tarishni o'rganay degan vaqtingizda shunday nurg'un temalar ko'z oldingizga keladi. Avval siz nutqni o'rganay deb bir irodaga kelib, bu so'g'dan o'tgandan keyin bu nutqning asli siz o'ylagandek oddiy bir tor doiradagi mazmun emas. Buning o'ziga xos bir dunyo, o'ziga xos bir mustaqil fan, bir murakkab soha ekanligini undan keyin his qilishingiz mumkin. Amaliyotda so'zlashni o'rganish uchun nurg'un narsalarning bo'lishini hojati yo'q. Faqat birli narsa kerak. Ammo bu birli narsa intayin muhim bo'lgan halqiliq narsa. Uni biz iroda deymiz. Iroda deganni yigil bo'lmaydi. Lekin irodasizlik odamni har qanday narsani yeydigan qilib yetadi. Siz qalbingizdagi go'zallikni eg'izingizdan boshqalarga yetkazishni o'ylasangiz, xuddi o'zingiz attirguldek nagil bo'lsangiz xush hid tarqitishni o'ylashsangiz, yoki o'zingizning bilimi, tajribasi, o'y fikrlaringizni boshqalarga, ya'ni eng keng xalqqa, texmi ko'plagan kishilarga yetkazib, texmi hasilab unum paydo qilmoqchi bo'lsangiz, mening taklifim so'zlashni o'rganing. Nutqni o'rganing. Tildagi bo'sish hayotlikdagi bo'sish.